Assalomu alaykum do'stlar. T-Crypto komandosi tanlovini e'lon qiladi. Butun O'zbekiston bo'yicha 13 tagina faol inson tanlab olamiz va komandosiga qo'shamiz. Sizga taklif qiladigan narsalarimiz merchlar, sovg'alar, podarkalar va har joyda Toshkentda yig'iluv ham shaklida bo'ladi. 2 kunlik turli xil yangiliklardan sizlarga boxabar bo'lib turishingiz mumkin bo'ladi. Viloyatlardan faqat bittadan inson tanlab olamiz. Bu ham intervyu shaklida tanlab olinadi. Taraflar 18 yoshdan baland bo'lishligi, rus, o'zbek tillarida ravon gaplashishi va ijtimoiy tarmoqlarda faol inson bo'lishi kerak bo'ladi. Hozircha Farg'ona va Toshkentdan o'zi tanlab olindi. Farg'onadan shaxsan meni tanlab olishdi. Nomzod qo'yilgan, ya'ni aniq emas. Va boshqa nomzodlar ham qo'shilib mumkin bo'ladi.